Assalomu alaykum. Bugun mana elektriklar hayotidan proyektimiz ikkinchi soniga start berdik. Bugungi mavzuyimiz himoya vositalarini tanlash. O'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holda qaysi himoya vositalarini qo'yish ma'qul, qaysi birlari noma'qulligi haqida gaplashamiz. Va bugun mana Xislat akam va men boshlovchilik qilamiz va mehmonlarimiz Umid akani yaxshi taniysizlar. Bugun yangi mehmonimiz Namangan viloyatidan muhandis energetik Ulug'bek aka bo'ladilar. Ulug'bek aka o'zingiz tanishtirib o'tsak. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Ulug'bek Famliy Rashidov. Muhandis energetikman. Asosiy faoliyatim quyosh panellari, elektromontajlar va aqlli uy tizimlari. Endi gap sizga bersak Xislat aka. Endi o'zingizlar bilasizlar, oldingi mavzuda himoya vositalarida mavzuyimiz to'xtagan edi. Himoya vositalarini qo'llayapmiz, ko'p joyda yong'inga sabab bo'lgan omillar juda ko'p. Sizlar endi proyektlarda ishlab yuribsizlar. Ko'proq qanaqa jarayonlarda yong'inga sabab bo'luvchi omillar kelib chiqadi, shu haqida ozgina bafurchim maslahatlashib, ozgina muloqot qilsak. Qisqa chiqib aytaman. Kabelni noto'g'ri tanlash и kabelga mos nominal avtomatlarni noto'g'ri qo'yish eng dallol yong'inga sabab bo'ladigan. Mana men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Umid aka, bizada 2,5 secheniyali simga 25 amper avtomat ko'pchilik qo'yadi. Bu biz uchun xato. Chunki o'zi nominalda berilgan 24 amper deb berilgan. Bizada hozirgi kunda 20 amperlik avtomat topish juda qiyin bo'lib qolgan. Gapni qo'shilaman. Biz o'zimiz 20 amperli avtomat qo'yardik. Hozirda o'sha avtomatlar topish qiyin 20 amperli. Hozir mana shu 1,5 secheniya, 2,5 secheniya simlar uchun qanaqa nominalda tanlagan ma'qulroq? Shularga bir urg'u bersak. Ko'p hollarda ko'ramiz o'sha aytganingizdek 2,5lik kabellarga men o'zim tajribamdan kelib chiqqan holatlar ham bo'lgan. 32-40 amperlik avtomatlar ham qo'yib qo'yishgan. 60 kamdagi. Eng yaxshi avtomat tanlashda birinchi navbatda elektromontaj qilayotganlarimizda yuklamani to'g'ri hisobga olishimiz kerak. Montaj qilayotganda yuklamani umuman hech kim e'tiborga olmaydi. Shunga qarab turib, kabelimizni tanlab, kabelimizga mos ravishda tablitsadan ko'ramizmi yoki o'zimiz hisob-kitob qilibmi, avtomat qo'yishimiz kerak. Avtomat bu asosiy himoya vositalaridan biri bo'lib, bizni kabellarimizni erib ketmasligi, yong'in keltirib chiqarmasligi uchun kerak bo'lgan narsa. O'zi ko'p joyda yong'inga sabab bo'lishida sizlar aytasizlar, kabellarni avtomat tanlash noto'g'ri tanlanadi deyapsizlar. Lekin o'sha omillarni oldini olishga nisbatan bo'lsa ham foydasi tegadigan gofrlar. Shular haqida ham ma'lumot berib o'tsanglar. Qanaqa gofrlardan foydalansak bo'ladi? Qaysi birlar qanaqa joyda qo'llanishi kerak? Endi ularning ham turlari ko'p. Masalan, shu haqida ikki og'iz fikr belgilsanglar. Xo'p, gofra tanlashni ham ko'pchilik bilmaydi gofraning turini. Asosan bizda ikki xil gofra bor, PVH va PND. PND gofralar va u o'z navbatida PND gofralar quyoshga himoya tizimi yaxshi, lekin u yonuvchi moddadan tayyorlangan hisoblanadi. Yong'in xavfsizligini oldini olish uchun esa asosiy goframiz bu PVH gofra. Lekin bu narsani ham bilmaydigan juda ko'pchilik bor. Men o'zim tajribamdan ko'rgan joylar borki, yog'ochlarga ham PND gofralarni qo'yib qo'yishgan. Chiroy uchun-da. Chiroy uchun, asosiy nima? Chiroy uchun. PND gofralarimiz o'zi rangli chiqadi. PND gofralar o'zi qaysi zonada ishlatiladi PND gofra? Quyoshli zona, to'g'ridan-to'g'ri ultrabinafsha nur tushadigan zonalarda ishlatish mumkinmi-da yo ishlatsa bo'ladi? Yerlar endi uni xarakteristikasini ham ko'rib chiqish kerak. Chunki yerlatish uchun ishlatiladigan metall rukavli gofralar bor maxsus. Hozirda mana 380 kirgan joylarda bilasizlar, o'sha yong'inga ko'p sabab bo'ladigan joylar 380 kirgan joylarda men o'zim ahamiyat beraman. Распределение noto'g'ri bo'ladi. Mana shu tomonlama ham bir maslahat berib o'tsanglar, qanaqa nimasiga ahamiyat berish kerak, qanaqa iste'molchilarni taqsimlashda ko'pchilikda bo'ladigan eng katta xatolar. Uchta fazani to'g'ri yo'naltirish xatolari ko'p bo'ladi. Masalan, A fazi, B fazi, S fazi hisoblasak, imunda S faziga qotlagan nagruska tushib qoladi. Keyin nolovoy shinasiga ham qotdi. Gap bor. Nagruska katta tushib qoladi. Chunki bitta ikkita fazi qolib ketadi. Основной o'sha ABS hisoblasak, S'ga glавный nagruska tushadi. Обраткада har doim 0 qolib ketadi.
yo'qolib ketgandan keyin уже shina qizishni boshlaydi. Ko'p holatlarda kuzatyapmiz. Instagram sahifalarida ham yoki Telegram tarmoqlarida ham ko'pchilik 3 faza tarmoq liniyasidan olib turib, elektromobil uchun paketingda qo'yyapti. Vaholanki bu transformatorlarni ishlash prinsipiga ta'sir qilib, ya'ni ular ishdan chiqishiga sabab bo'lyapti. Shu narsani to'xtatish vaqti kelmadimi ekan? Ko'pchilik o'sha ayni paketinglar bilan yoki perkuchatorlar bilan bitta liniyada, bitta fazada o'tirish holatlarini juda ko'p kuzatyapmiz. Bu natijasida aholiga katta zarar ishlayapti. Bu yaqin kelajakda liniyalarni o'zgartirishiga yoki kuchlanishiga, tushib ketishiga yoki ko'tarilib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Qanaqa muammo shunga qanaqa muammosiga to'g'ri keladigan bir rejalarimiz bor. Hozir Umid aka ham aytdilarki, fazani to'g'ri taqsimlamaslik ko'p joyda qilishadi. Fazani noto'g'ri taqsimlash evaziga ko'p uylarimizda generator qo'yishgan. 3 fazali generator qo'yishgan, uyni fazasini 3 ta fazali noto'g'ri tanlashgan. O'shani hisobiga generator kuyib ketgan joylar ham ko'p. Transformatorlarga ham to'g'ridan-to'g'ri sizlar aka aytganlaridek bitta fazaga ko'p yuklanish keladi. O'sha joyda aholi ko'p iste'mol bitta fazada bo'ladi va o'sha fazada yuklanish ko'p kelganda o'sha joyda qizish, kontaktlarda qizish, yonib ketish holatlari ham bo'lib turibdi. Keyin hozir mana himoya vositalari deymiz, himoya vositalari avtomatik paketniklar chiqqan. O'zi avtomatik o'sha volt qaysi birda yaxshi bo'lsa, o'shanga sakratib o'tkazadiganlar. Perkuchator faz. Ularga qanaqa qarashdasizlar? Shu haqida ham bir gapirib o'tsanglar. Uni bir yaxshi taraf, bir yomon taraf bor. Chunki uyingizda ishlatasiz, u ma'lum bir vaqtda sakraydi tok, ya'ni skachokka aylantirib yuboradi. Shuning uchun ham iloji boricha bitta fazadan foydalanishni tavsiya qilaman odamlarga. Lekin boyagi aholiga tok yetmasligi. Bitta transformatorga bitta mahalla o'tirib oladi, ya'ni A fazaga. Hamma A fazaga o'tirib olgandan keyin yana asosiy kuch 0 ga tushadi. Boyagi perkuchator har doimgidek A ga o'tiradi. B da yoki C da kamayib ketadi, elektriklar A ga qo'yib ketadi, ya'ni o'sha narsalarda ko'p sabab bo'ladiki, mana shu aholiga berilgan transformatorlarni kuyishi, uyda ya'ni shitlarning ichida kontaktlar qizishi, avtomatlarning tegib, tepasi ham erib ketish holatlari mana shu narsaga ham ko'p sabab bo'lib qoladi. Tajribamizdan kelib chiqadi, o'zi bilsangiz 0 kontaktlar asosan. Eng potensialga o'qish sabab. Buni endi bizlar elektriklarning tilida peritok deydi. Peritokka sabab bo'ladi. 3 fazada siz aytayotgan narsa juda xavfli hisoblanadi. 3 fazada yong'inga sabab bo'ladigani shu fazalarni to'g'ri taqsimlamaslik. Bu o'zimizning tajribada juda ko'p o'tadi. Men 3 ta faza olib kirib qo'yganman, kechirasiz. 3 ta faza olib kirib qo'yganman deydi. O'rtangiz haqiqatdan bitta fazada o'tirgan 100 ampere o'tdi, haligi qolgan 2 ta fazada 20 ampere o'tdi. Bechora sho'chi o'zini o'zi o'chirib qo'yaveradi. O'chiradi, keyin bu yoqda avtomatlarni qizishni boshlaydi. Bilasizlar, katta kuchlanishda qaytishda har doim 0. Ya'ni 0 uji boshlaydi qizishni. Keyin yana bitta qiziq holat. Buni uyga montaj qildirgan odam uyga montaj qilgan elektrikka ayblamaydi-da. Sho'chi yoqib berish uchun privarist olib keladi-da. Mana sho'chilaring bo'lmaydi. Mana unaqa qo'yapti deb o'sha privarist ayblaydi yoki sho'chi ayblaydi, bilasizlar? Shuning uchun elektromontaj qilayotganimizda uyda birinchi navbatda loyihalash eng yaxshi, eng to'g'ri yechim, to'g'ri nominal hisob-kitob qilish va to'g'ri loyihalash, unga qarab turib to'g'ri kabellarni tanlash va himoya qurilmalarini shunga qarab tanlash. Endi himoya qurilmalari deysiz, o'sha himoya qurilmalarini boshlab gaplashib o'tsak, avtomatga kiradi. Yana nimalar bor himoya vositalari? Asosan qo'llanishimiz kerak bo'lgan himoya vositalarini hozir mana kuzatuvchilar kuzatib o'tiribdi. Shu haqida kerakli ma'lumotlarni bersak, o'ziga kerakli xulosalarni chiqarib olishadi. Bizda hozir ommalashayotgan masalan qanaqadir qurilmalar ko'payib ketdi. Sterilizatorlar bor, boshqasi. Endi bir xil shitlar o'zimiz ko'ryapmiz. Juda kerakli narsa ham, kerak emas narsa ham tiqib tashlashadi. Ya'ni murakkablashtirish shunga nima qarashdasizlar, o'sha yerda nima qo'ygan ma'qul, nimani olib tashlagan ma'qul? To'g'ri nominalni noto'g'ri tanlab qo'yapti ko'pchilik. Keyin o'sha ulug'bek aytganlaridek hisob-kitobni noto'g'ri qo'yishyapti. Keyin falon amperli avtomat,
palonga ishlaydi deb o'rnatishyapti, bir xatdan kuyib ketyapti. Kimdir kelyapti, mana ampering kam deyapti, katta amper qo'yib ketyapti. Yana 2-3 marta bo'lgandan keyin uje ya'ni ichkarida ya'ni devor orqasiga o'tgan kabel, stalbadan kelayotgan kabellarga cherib ketyapti. O'zi ko'p joyda ish zo'r sifatli qilingani bilan birinchi navbatda ekspluatatsiya vaqtida qilinishi kerak. Ekspluatatsiya har 6 oyda qilinmagandan keyin zo'r brend bo'lsa ham foydasi yo'q. Endi sizlar aytishinglar bo'yicha qishda uni yoqib qo'ysak, devorimizni qizdirib beradi-da. Yana bitta narsa bor, bizda uyni dizayniga e'tibor berishadi, chiroyiga e'tibor berishadi, lekin qon tomiri bo'lgan elektrikaga ikkinchi, uchinchi daraja deb o'ylashadi. To'g'ri. O'zi elektromontajda hozirda endi kabel markalari juda ko'payib ketdi. Ko'pchilik endi har tilda magazинный lapsha deydi yoki UGNP deydi. Qanaqa kabel to'yxo'larni ishlatganimiz yaxshi o'zi. Boyagi savollarimiz chalg'ib ketib qoldi. Mana mavzuga qaytamiz, himoya vositalariga. Shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tsak, o'zi qanaqa kabellar bunga bitta qo'shimcha qilayman. Kabel bilan provodni farqini ham aytib o'tsanglar, shu haqida ko'pchilik o'ylantiradigan savol. Ko'pchilik masalan PUGNPni ishlatib chalg'itadi ko'pchilik. Suv osti va yong'inga qarshi ishlatiladigan kabellarimiz bor. Bularga qaysi turdagi kabellar kiradi? Xo'p, yong'inga qarshi kabellarimizni asosiy rashirovkasida, ya'ni xarakteristikasiga ko'rsak, NG yozuvi bo'ladi, ya'ni bu negaryashi, yong'inga qarshi kabellarimiz. Suv ostiga ishlatiladigan kabellarimiz KKV, KKG kabellarimiz bor. Xo'p, u asosan namgarchilik bor joylarga ishlatiladigan kabellarimiz. Masalan, yong'inga qarshi asosiy uy montajimizda ishlatiladigan VVG, NG, ALS degan kabellarimiz bor. Hozirgi kunda eng yaxshi montaj uchun beriladigan, ruxsat etilgan kabellardan biri. Bularni izolyatsiyasida nimasida farqi bor? O'shanisini bir tushuncha qilib tushuntirib bera qoling. Provodlar bu 250 voltgacha bo'lgan kabellar hisoblanadi va 500 voltda ispitaniya qilinadi, sinovdan o'tkaziladi. VVG, NG kabellarimiz izolyatsiyasi qalinroq bo'lgani, 6 mm hisoblangani uchun u kabelimiz 1000 voltgacha chidamli hisoblanadi. Endi xuddi shu kabellarni issiqlikka nima farqi bor? Suv ostiga ishlatiladiganda izolyatsiyasida nima farqi bor va mana shu uyda suv orqasida qoldiradigan kabellarimizda nima farqi bor? Savolga men javob berib qolganim yaxshiroq. O'zi kabel turlari yana juda ko'payib ommalashib ketyapti. Endi asosan xalqaro standartlar bo'yicha qaraladigan bo'lsa, NGLS toifalari va mehmonxona o'sha hid chiqarish miqdori zararli bo'lgan pigmentlarni tashkil etganligi uchun kabel o'zi izolyatsiyasida shunaqa tarkiblar aralashgani uchun o'sha NGLS toifalaridan foydalanadi. Endi ularni kategoriya помещение bo'yicha tanlashda albatta loyihadan kelib chiqib ishlanadi. Masalan, aynan VVG yoki VVG kabellarni yoki AV kabellar ishlatilishining sababi ular guruh ukladkaga bemalol talabga javob beradi. Ya'ni namgar joylarda, ya'ni kategoriya помещение bo'yicha namlik 100% qoladigan bo'lsak, bemalol guruh ukladkaga ruxsat beriladi. Bundan tashqari ularni harorat ko'tarish koeffitsiyenti 200 gradus. Ya'ni qitashuv miqdorida o'zini tutish qobiliyati haqida gap ketyapti. Ostichi yuklama paytida 90 gradus haroratgacha bemalol o'zini turib beradi. Undan tashqari degradatsiya deymiz. Kabelda degradatsiya. Ma'lum muddatdan keyin almashtirish kerak bo'ladi. O'sha almashtirish vaqti VVG'larniki 30 yil. Bemalol ishlab beradi. O'sha ko'pchilikda chalg'iydigan narsa PVS, PUGNP, APUNPlarni aralash qilib, masalan, tomni ostiga PVS tashlaganini ham ko'ramiz yoki PUGNPni tashlab yuboradi devor orasiga. Aslida ularga ruxsat yo'q. Ularni faqat korp kanallarda ishlatishga ruxsat bor. Ularni o'sha egilishga moyil bo'lgan joylarda ishlatish qulay bo'lgani uchun korp kanallarda yoki stanoklarda olib borishda PVSlar bilan ishlatish mumkin. Hammamiz hozirgi kunda SIP kabellari bilamiz. SIP kabellarga ahamiyat bergan bo'lsanglar, suv orqasini ham qoldirishib yuboryapti. Bunaqaligi. Yo'q, o'zi endi gapingizni hal bo'laman. O'zi SIP kabel emas, u ham provod. Bitta izolyatsiya bo'lgani uchun uni ya'ni qo'shimcha himoya xatlari mavjud emas. Ya'ni shu tashqi omil yemirilishlarga ta'sirchanligi bor. Shu sababli uni devor ostiga qo'yishga ruxsat yo'q. Buni ochiq havoda o'tkazishga mo'ljallangan. Uni ham 50 yil garantiya berishyapti.
haligacha uni masalan to'liq hech o'rganib chiqilmagan, chunki bizani klimatimiz quyoshli ülke bo'lgani uchun ultraviolet nurlar уже 2 yil 3 yil ichida izolyatsiyasining yorilishiga, ko'pga bormay ishdan chiqishiga sabab bo'lib qoladi. Uzr gapingizni bo'ldim. O'zi sip kabel havo liniyalari uchun berilgan kabel hisoblanadi. Lekin shunaqa joylarni ham ko'rdikki, podzemni yer ostiga ham sip kabelni o'zini hech qanday ruxsat nimasiz. Yo'q, u plastmassa gofra ham mayli, aslida uni qum tashab, kabelni yotqizib, yana qum qilib yotqizish kerak. Yo'q, shunday kovlab turib sip kabelni o'zini endi o'tkazib yopib qo'yishyapti. Hug'ini o'tkazgan paytlarni ham ko'rdik. Menimcha har xil kabellar ko'rdik biz. Kabelni ham, provodni ham o'tkazib yuborishganini ko'rdik. Farqi yo'q odamlarga, klientga ayniqsa farqi yo'q. Unga shu pitaniya borsa bo'ldi. Klientga yonib bersa ko'cha tilida tushuntirib, mana bo'ladi, mana bo'lmaydi deb tushuntirgan afzalroq. o'zi Endi tushunadigan klient bor, tushunmaydigan klient bor. Tushunadigani hamki bir bola bo'lib qolsa orqangizdan ham gapiradi. Shunaqa. Bitta narsa borda, bir kishini uyini elektromontajni oldingizmi yo biror kishi elektrikada oldingizmi, birinchi navbatda o'zingizni hayotingiz turibdi edi. Ikkinchisi klientni hayoti va mol-mulki turibdi. Shuni o'ylab turib, to'g'ri hisob-kitob qilib, klientga to'g'ri tushuntirish kerak. yaqinda internet tarmoqlarida ko'rib qoldik. Shito'z profilining admini shu ustiga savol berdi ko'pchilikka, alyumin nima uchun ishlatilmaydi? Alyumin sizdan arzon, ham ishlatsa bo'ladi dedi. Siz shu fikrga qanaqaroq qaraysiz? Ya'ni alyuminni hozir agar ishlatadigan bo'lsak, ya'ni kundalik kesimjoylarni qanaqa tanlash kerak? Sababi hali ham viloyatlarda alyumin o'tkazishdan foydalanamiz. Bunda hech kim e'tiroz etmaydi, chunki hammada ham mis kabellarni yoki olib berishga yoki provoddan olib berishga qurbi yetmasligi mumkin. Lekin uni yuzalarini to'g'ri tanlash, hisob-kitob hammasini shu aniq mo'ljali bor-ku baribir. Xuddi o'sha videoni men ham ko'rdim. Ko'rsatib berdilar. Ko'pchilik ishlatmasligining sababi alyumin tez sinib qoladi deb turib, o'shanda ham ko'rdilar 23 marta yoki 24 marta bukladilar, sinmadi. Alyuminning asosiy kamchiligi misdan tez oksidlanishi. Ya'ni tez achitlanib olishi. Nam joyda. Nam joyda ko'proq. Alyuminni ham to'g'ri tanlab turib, masalan, alyuminda ham AVVG kabellar bor. Izolyatsiyasi qalin, to'g'ri tanlab turib, endi hammani ham mis olishga qurbi yetmaydi. Ayniqsa yangi xo'jaliklar bor. Tezroq ko'chish kerak bo'lgan. Asosan bizda hozir ommalashgan narsa magistral kabellarda avvalgi qo'llanishyapti. Masalan, 50-30 metr oraliqda bo'lsa, bizdan pan narxi Ancha arzon. 10 barobar arzon bo'ladi. 20 barobar. Biz o'zimiz ham hozirgi kunda magistral kabellarga shu AVG dan ishlatamiz. Endi masalan sizga savol beraman, gapingizni bo'laman, bemavzu. Hop, AVG kabellardan foydalanishga ruxsat beramiz mayli. Qishloqlarda shu yangi xo'jaliklardan foydalanamiz. Lekin ko'pchilik xabar yo'q-ku, misol uchun alyumin sim shu shiftga chiqarilgandan keyin chiroqlarimizni simlari mis o'tkazishdan iborat. Ularni qanaqa uskunalar yordamida ulash kerak, misol uchun vagon qanaqa kliniklardan foydalanish kerak. Asosiy nima? Alyumin bilan misni to'g'ridan-to'g'ri ulab bo'lmaydi. Hozirgi kunda vagalar chiqqan, ya'ni alyumin bilan misni maxsus ulanuvchi qurilmalar chiqqan. O'shalar bilan ulab ketsak bo'laveradi, lekin to'g'ridan-to'g'ri ikkalasini ulab bo'lmaydi, ya'ni ikkalasini qarshiliklari har xil hisoblanadi. Alyumin misga qaraganda tez oksidlanib, achitlanib olib qoladi. Shunaqa joyni ko'rdik, xuddi shunaqa ulangan mis bilan alyumin achitlanib olib ketib, misga tok o'tkazmagan joylarni ko'rganmiz. Ya'ni pitaniya alyuminda kelgan, chiroqlar aytayotganingizda korobkada ulanib ketgan. O'zi menimcha shuni o'ylashim bo'yicha ko'pchilik yuzi tanlashni chalg'iydi. Misni yuzasi masalan 2,5 kvadratli sim bilan yana keyingi tochkagacha olib ketgan bo'lsa, bu yoqda ham 2,5 alyumin turib, 2,5 alyumin masalan 10 amperni ko'tarsa, 2,5 16 amperni ko'taradi. Lekin ikkita sim, ikkita o'tkazgich yuzi bir xil bo'lgani bilan ularning xarakteristikasi bo'layotgani sochni O'tkazuvchanlikda, qarshiligi. Bundan masalan 16 amper o'tkazyapti, bundan 10 amper o'zi keyin bo'shliq paydo. Keyin ko'pchilikda tushunmovchilik shunaqa holat bo'ladiki, o'sha aytayotganingizdek, bir xil alyumin bilan bizni bir xil olishadi. Rozetkaga ba'zi joylarda ko'ramizki, korobka montaj ko'p joylarda rasparka qilinadi, ya'ni ulanadi. 2,5 misku deb turib, ko'proq yuklama qo'yib qo'yishadi. Shu holatda ham uzilishlar ko'p bo'ladi devor ostida. Ko'rgan bo'lsanglar, yaqinda videorolik joylanib, ko'pchilik aytdi, avtomatni
kirish chiqish farqi yo'q. Poye bo'yicha o'sha narsani biz aytdik, baribir foydasi bo'lmadi. Bu poye bo'yicha qaysi punktida qanaqa berilganidan bir xabar bersangiz. Men to'g'risi shu kungacha hech qayerda o'qimaganman. Avtomatlarni ostidan yo tepasidan kirish kerak deganni. Lekin bir marta bitta xalqaro standart bo'yicha o'qiganman, ya'ni avtomatlarda bittani kirish qo'zg'almas blokga qotirilsin deyilgan. Endi hozirgi kunda 90% avtomatlarda ham tepasida, ham pastida qo'zg'almas blok bor. Ayniqsa Yevropa brendlar. Eski brendlarda qo'zg'almas blok tepada bo'lgan. O'shani hisobiga eskidan tepadan kiritildi deb keltirilgan. O'zi go'spo'ylar Rossiya standartlari bo'yicha ishlaymiz. Tushunaman. Standartni hali turtib ishlab chiqilgani yo'q. Tepadan o'shani hisobiga ko'pchilik ham aytadi, Puye bo'yicha ham biz ham o'zimiz ham ishga borsak tepadan kiritilgan deb o'ylaymiz birinchi navbatda. O'sha eskidan qolib ketgan nima tepadan kiritilsa maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Keyin mana yaqinda bitta video ko'rdim, sizlar ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Shitni oldiga boryapti, ikkita elektrik videoga olishyapti. 0 da faza bor. 0 shinada faza turibdi, bu yoqqa 0 o'tib qolgan. Ular shunaqa harakat qilyapti, o'zidan oldingi elektrikka ayblashyapti. Bunga qanaqa fikrdasizlar mana? Undagi siz javob bering keyin. Endi unaqaligi fikrimiz iloji boricha o'sha elektrik bo'lib borgan odam uni nima sababdan bo'lib qolganini tegish kerak, ya'ni tekshirish kerak. Endi bunaqa sabablarga ko'p bo'lib qolish omillari noto'g'ri montaj. Ya'ni hamma har xil ishlaydi. So'ngra ishlaydi, ketadi, klientga bir haftadan keyin aytgandek muammo kuzatiladi. Boshqa elektrik keladi, mana noto'g'ri qilib qo'yibdi deb aytadi. Endi Aybdor birinchi qilgan elektrik. Akasi xonadonlarni o'zida ham O'zi asosiy masala finansdan kelib chiqadi. Ko'pchilik moliyalashtirishda kamroq pul sarflab ko'proq narsani o'tkazib keladi. Natijada aynan shu bular aytgandek qon tomiri elektrikiga yoki sanitariyaga kamroq moliyalashtirish sababli o'sha yong'in sabab bo'lishi mumkin yoki o'sha elektriklarni aybdor ko'rsatish holatlarini ko'p kuzatamiz. ko'p bo'ladi. Yoki ilmsizlik. Endi sizni gapingiz bo'laman, qisqa qilib aytganda, kam rasxod, ko'p talab. Ko'p talab. Keyin hozir Shunaqa bor. siz aytgan narsa borki, 0 bilan 0 avtomatdan o'tib qolyapti, faza pramoy bo'lib qolyapti. Bu holatda ba'zi ko'rgan joylarimiz bor. Stalbadan uzilib qolgan kabellar. O'shanda ulayotganda xatolik bo'lib, almashib qolgan, trausdan uzilib qolgan. O'shanda almashib qolgan holatlari bo'lyapti buni. Chunki elektrik fazani to'g'ri avtomatga qo'yib ketgan, lekin 1 oymi, 1 yilmi, 2 yildan keyin shunday holat yuz berib, tarmoqda almashib qolyapti faza bilan. Endi hozir o'zi bizlar mavzudan chetlashib ketyapmiz, lekin sezayotgan bo'lsanglar, mavzuyimiz o'zi himoya vositalari edi. Endi himoya vositalarida to'g'ri tanlash. To'g'ri tanlashda nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Men Uzo avtomatimiz bor. Uzo avtomatni nimaga qarab tanlab olamiz? Amperini qanaqasi tanlab olamiz? Har bitta gruppaga bittadan uzo qo'ygan yaxshimi yoki har bitta rozetkaga bittadan uzo qo'ygan yaxshimi? Shular haqida gaplashib o'tsak. O'zi avvalo uzo qurilmamizning ishlash prinsipini to'g'ri tushunib olsak, keyin uzo tanlashimiz ham osonroq bo'ladi. Uzoyimiz kirayotgan tok bilan chiqayotgan, qaytayotgan toklarni bir-birini farqini kuzatib turadi xolos. Ya'ni bizning tarmog'imizga 1 amper tok kiryapti. Uzomizga fazasidan. Chiqayotganimiz ham 1 amper chiqib ketishi kerak. Agar ularning orasida ozgina o'zgarish sezsa, uzo demak qaydadir tok oqyapti, qayergadir deb turib, o'tayotganini sezib turib, o'chiradi tarmoqdan. Sizni gapingiz qo'shcha tilida aytganda faza va nolni solishtiradi. Endi ilmiy tilda uzo Kirkovning birinchi qonuni asosida ishlaydi. Endi o'sha aytganimizdek, gruppaga bo'lgan ma'qulmi yoki har bittasi ajinli qo'yganimiz yaxshimi? Xo'p, uzoni turlari ham o'zini tok utechkasiga qarab turib farqlanadi. Namgarchilik bor joylar, bolalar xonasi, bolalar xonalariga 10 milliamperlik uzo qo'yganimiz maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Endi umumiy rozetkalar, oshxona, umumiy rozetkalarga 30 milliamperlik uzo qo'yganimiz yaxshi. Siz aytmoqchisizki, har bitta gruppaga
gruppani uzoq qo'yish. uzoni nimaga qo'yayotganimiz, ya'ni qayerni himoya qilishiga qarab turib qo'yishimiz kerak. Chunki odamning uchun 50 milliamper tok xavfli hisoblanadi. Ya'ni yuragida fibrillatsiya berib yuboradi. Endi yosh bolalarning yuragi kattalarning yuragiga nisbatan slabiy bo'ladi. Shunaqa. Ular uchun 30 milliamper, 25 milliamper tok ham xavfli hisoblanadi. Shuning uchun yosh bolalar, namgarchilik bor joyga 10 milliamperli uzoq qo'yganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zi gap o'rnida kelib qoldi. O'zi 10 milliamperli ham odamni qiynab qo'yadi. Qiynab, Chunki shunaqa. tok ostiga tushgan Ayniqsa dam holatda. Ya o'zi umuman quruq holatda o'sha tok o'techki holatiga tushib qolganimizda ham divizion avtomatlar yoki o'zlar ishlamay qolgan paytlari bo'lgan, ya'ni 30 milliamperga yetib bormagan, qo'limizda ajratib olganmiz. Reaksiya qilmagan, ya'ni baribir xavfli holatda. Xavfli hisoblanadi. O'shaning hisobiga uzoni qayerga qo'yishimiz maqsadida, qayerga qo'yayotganimizni bilib turib, to'g'rilab turib qo'yish. o'shanga qarab turib to'g'rilash kerak. Endi ko'pchilik aytadi, uzoni 30 milliamper, ya'ni tok o'techkasiga qaramaydi-yu, uni amperiga qaraydi. Uzoda, ya'ni yuklamadan himoya yo'q. Shuning uchun men o'zim nima qilaman? Uzoni 63 amperlikdan qo'yaman. Endi mana masalan bo'ladi vaziyatlar. Klientlarda masalan, ya'ni mijozlarda finans masalasida jiddiy muammo bo'lib qoladi yoki joy sig'im masalasi, shitoklarni masalan shitok yig'dirib bo'lingan, lekin u narsani eshitib bo'ldi klient, o'sha uzoq borligi haqida ma'lumot oldi, lekin sizga qo'ydirmoqchi. Sizni masalan ikkita modulga yoki bitta modulga joy ajratadigan bo'ladi. Shuni holatlarda umumiy gruppaga uzoq qo'ysa bo'ladimi menga? Uzoni himoyashi uchun ham yuklamadan agar bir faza bo'lsa, bilamizku, счётчикlarimiz, bir faza счётчикlarimiz 50 amper ko'tara oladi. 60 amper. Ba'zi hollarda 50. Uzoyimizni 63 amperligini qo'ysak bo'laveradi. Chunki счётчикimiz bundan ortig'ini ko'tara olmaydi. Bittaga bo'ladi. Bo'ladi Nechta o'shanga. gruppagacha masalan? Men o'zim soni ham ko'p baribir. 7 ta 10 ta avtomatga bitta qo'yaman. Chunki uzoyimiz yuklamadan himoya qilmaydi, ya'ni faqatgina kirib chiqish tokini nazorat qiladi xolos. Endi gapingizni bo'laman, bizga ustozlarimiz shunaqa o'rgatgan. Uzoni olamiz, masalan, 63 amperli uzoq olsak, undan keyingi avtomatlar qo'yadigan gruppaga bo'lsa, masalan, 10 amper, 16 amper, o'sha 63 amper bo'lgunicha qo'yiladi. Shunaqa o'rgatishgan. Shunaqa. Agar 16 dan bo'lsa, shu 3 ta 4 ta. 10 dan bo'lsa 6 ta. Endi agar masalan to'liq nominalda ishlasa, To'liq nominalda ishlasa, undan tashqari baribir uzoni himoyachi avtomat turibdi. Endi bundoq olib qaraydigan bo'lsak, baribir xuddi shu anaqada amper yetadigan qilib oladigan bo'lsak ham, masalan, bitta rozetkaga 16 amper qo'ydik, keyingi anaqaga 16, baribir hammasi общий ishlaganda ham 16 amper yuklama bermaydi. O'ylashim bo'yicha sababi bu emas. Sababi masalan zanjirdagi o'tkazgichni liniyasi uzunlashgan sari uzonni ishlash prinsipi bilasiz, o'techki tokiga qarab ishlaydi. O'sha aynan liniyani zanjirini ham o'techki toki deb hisoblash mumkin. Tushirib borish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun ko'pchilik 10 emas, 15 milliamper, aynan 30 milliamperning sredniy deb olib ishlatishadi. Ya'ni o'sha hadim tushib qolmasin, bezovta bo'lmasin deb 30 milliamper tanlaymiz. Endi savol, kabel liniyalari qanaqasi tanlasak bo'ladi? Masalan, katta trassaga tortilgan kabellar bor, ularga ham shidring uzoqlar bor. Ularga qanaqalarni qo'yiladi? Xo'p, yonga qarshi, ya'ni protopajarniy uzoqlar bor, 100 milliamperlari, ya'ni 300 milliamperlari bor. O'shanga qarab turib holatimizni, ya'ni binoyimiz yo montaj qilayotgan joyimizga qarab turib tanlaymiz. Endi yana bitta ko'pchilik qiziqtirgan savol, uzoq zazimini bo'lmasa ishlamaydi yoki ikkinchi javob, uzoq zazimini bo'lmasa ham ishlaydi degan javob bor. O'zi voyatik tok o'techka ikki taraf og'ishini hisobli deymiz. Lekin ikkalasi bari yer yo'nalish hisobiga ishlamaydi. Zazimleni bo'lsa ham bo'lmasa ham shunga qanaqa qaraysiz? Xo'p, uzoq zazimlenasi ham ishlaydi. Lekin zazimlenasiz ishlash bilan zazimleni ishlashning farqi bor. Masalan, uyimizga ariston qo'ydik. Ariston qo'ydik. Aristonimiz bittasi zazimlenali, ikkinchisi zazimlenasiz. Aristonimizni tenti yorilib ketdi. Qachon uzoq ishlaydi? Zazimlenasiz uzoq. Qachonki inson borib aristonni ochib, tokdan, ya'ni o'techka hosil bo'lganda, ya'ni insonga tanasiga yerga tanasiga tok o'tganda uzoyimiz keyin ishlaydi. Ha, endi zazimlenali uzoyimizni qo'ydik. U holatda aristonimiz zazimlena qilingan, tentimiz aristonimizning tenti yorilib ketsa, sirazi o'sha paytyoq yerga
o'tkazib yuboradi va uzo o'tayotganini aniqlab turib o'chiradi. Endi bu holatda ko'p avtomat otib yuboraveradi, elektrik qidirib yuraveradi. Nimaga Yo'q. Shunaqa. yo o'zi Endi himoya vositalari kuchayadi. Keyin yana bitta savol sizlarga. Uzoni o'ziga ham himoya kerakmi? Hozir men aytganimdek, uzoda yuklamadan himoyasi yo'q. Faqat O'shani hisobiga men ko'p hollarda qiladigan ishim uzoni 63 amper tanlab turib, uyni nominalini hisobga olaman va o'shanga qarab turib, ya'ni счетчикdan kelayotgan asosiy kabellarimizni hisobga olib, uzodan bir nominal yo ikki nominal past avtomat qo'yib qo'yaman, 2 polisli. Endi shu joyga qo'shimcha qilaman. Uzun ikkita kontakt, faza va nol o'tadi, to'g'rimi? Nol uzilib qoldi deylik. Fazani o'zi qolib ketdi. Solishtirib olmaydi-yu. Nima bo'ladi? Yo'q, uzo ishlamaydi. uzoq. yo ishlashi mumkin agar elektronli bo'lsa. Klassika qaraydi. A klass, A Biz. Endi bizada bitta holat bo'lgan. Uzodan nol uzilib qolgan. Faza o'tkazib turibdi. Odamga teganda ham otmagan. Elektromexanik bo'lishi mumkin-da. Shunaqa hisob. Shuning uchun bunaqa holatda qanaqa himoya vosita qo'yib qo'ygan yaxshi. Shunisiga ham bir urg'u bersak. Buni holatga уже menimcha o'zida qo'ygan yaxshiroq menimcha. Relay напряжение. Relay напряжение ham yordam beradi. O'shani ko'proq foyda beradi, sababi uni miyasiga kalibrovka uchun fazi ham undan bittada kirish kerak u. Ekran yonish uchun, ishlash uchun. Menimcha relay напряжениеni o'zi, ya'ni relay kuchlash himoya vositasini o'zi yetarli deb o'ylaymiz. И undan tashqari boyatda fazi nol almashib qolishi уже ruh polisni avtomat qo'yiladigan bo'lsa, masalan, fazi nol almashib qolgan taqdirda ham uyga zarar yetmaydi. Shuni bilamiz. Relay напряжение asosiy himoyasi bu uyimizdagi qurilmalarga. Ya'ni kuchlanish ko'tarilib ketishi yoki kuchlanish pasayib ketishi uyimizdagi qurilmalarni kuyib qolishiga olib keladi. Endi bir boshdan himoya vositalari bilan tanishib o'tsak, birinchi avtomat qo'ydik. Avtomatdan keyin uzo. Avtomat nimaga? Avtomatni mana Kirishdan boshlaylik. kirishdan boshlaydigan mana hisoblagichgacha qanaqasini tortilishi kerak. Mana bir fazali xonadonni olaylik. Bir fazali xonadonni masalan hisoblagichim 60 amper. Unga tanlangan simimiz qanaqa bo'lishi kerak? Undan chiquvchi va uni himoya vositalari qanaqa bo'lishi shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, men o'zim Eng optimal variant. uyimizga kirayotgan nimani hisoblagichimizni kabelini AVVga 2 ga 16 kabel kiritaman. Chunki PUE talabi bo'yicha 16 mm dan past kabelni alyuminni ishlatib bo'lmaydi. Endi o'nlik mis finansiy tomondan ko'pchilikni qiynab qo'yadi. Budjet masalasida ko'pchilikni qiynab qo'yadi. Havo tarmog'ida keyin to'g'ridan-to'g'ri havo tarmog'imiz alyuminniy hisoblanadi. Uni o'nlik mis bilan ulab qo'ysa, o'sha joyda obязательно отчисление olish ehtimoli bor. Shu avtomatimizgacha agar mis bilan majbur qilsam, avtomatimizgacha, ishtimizgacha 2 ga 16 alyuminni AVVga bilan keltiraman. Hisoblagichdan keyin boshlaymiz mana. EX18 счетчигimiz 60 amper, 3 fazali счетчигimiz 100 amper berilgan. Hozirgi kundagi. 3 fazalidan boshlaylik mayli. 3 fazalidan keyin 100 amper, счетчиг o'zi 100 amper. Undan keyingi nominal necha amper qo'ygan yaxshi? Gabariti qanaqa qo'ygan yaxshi? Shular haqida. Endi bular o'sha ishlatiladigan xonadoniga bog'liq. Ya'ni zakaz qilinadi-yu. Промышленный zonada kichkinagina xonadonda. Sredniy nominal bilan 80 amper bilan Boshlagan ma'qul. Pog'oni pastroq qo'yib qo'yganlar tavsiya qilaman. Chunki bu ikki nominal bilan shu ikki nominalni nisbatan kamaytirish kerak. Keyin ko'p joyda ahamiyat beraman, ko'raman. Transformatordan keyin счетчик qo'yilgan. Endi u yoqda основной transformator tok bilan ishlaydi. 400 amperli avtomat qo'ygan. Kabel tortgan, unga nisbatan to'g'ri keladigan kabel tanlandi deylik va ichkarida 100 metr, 150 metrdan keyin sizdan yana ichiga kirgandan keyin yana 400 amperli avtomat qo'yib qo'yadi. Bunga qanaqa qarashdasiz? Noto'g'ri-da. Mana bu o'tganlaridek hamma narsani hisoblab chiqish kerak. Chunki mana boshida transformator oldiga qo'yilayotgan 400 amperlik avtomat u rubellik hisoblanadi. Uni hech qanaqa zashtasi yo'q. U kerak o'chiradi, to'g'ridagi keyin yoqadi. Bu yog'idagi ishlaydigan mahsulotlar, ya'ni o'sha tikuv sexmi, shunga o'xshaganlarni nominalni общий hisoblab turib
o'shanga moslab turib avtomat qo'yish tavsiya beraman. Shu joyga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Siz montaj qilyapsiz yo kabel to'ryapsiz. Xoh tilladan qiling, xoh kumushdan qiling, misdan qiling. Himoya qurilmalari avtomatikani to'g'ri tanlamasangiz, u hech qanaqa qizig'i yo'q. Nimadan qilishingizni. O'zi avtomatik ko'rsatuvlarda kategoriyalari bor, o'zi B, C, D, E ketaveradi. Selektivist deb tushunsa ham bo'ladi. Menimcha shu ko'pchilikni chalg'itadigan narsa o'sha kategoriyasi. Masalan, 25 amperli avtomat bo'lsa, 25 ga chiqqanda otadi deb o'ylaydi. Yo'q, masalan, S kategoriya bo'lsa, 25 amper 1.5. uni Burukdan har birini o'zini vaqt soat sikllari bo'yicha ishlash muddati bor. Masalan, ko'pchilik 2.5 boy aytib 25 amper avtomat qo'yadi. 25 amperli avtomat uni tiplushkasi, ya'ni issiqlik relasi ishga tushish uchun 1 soat vaqt kamlik qiladi. Ya'ni 1 soat ichida undan 27 amper oqizilmagan bo'lsa, 1 soat o'tgandan keyin tashlaydi. Bu degani 2.5 simimiz masalan 25 amper ko'taradigan bo'lsa, o'sha undan 27 amper 1 soat mobaynida oqadi degan. Undan tashqari ularni o'sha qisqa tashuvda selektivность masalasi ko'rib chiqiladi. Oddiy S kategoriyaniki 250 amper karobinga otadi. Bu degani siz simingiz masalan kichkina tanlab qo'yilgan bo'lsa, undan tasavvur qiling, siz qisqa tashuvda qanaqa tok oqizyapsiz. 2,5 yuzidan 250 amper tok oqadi. Bu S kategoriya, yana D kategoriyani hali gapirmadim. D kategoriyani yana kattalashib ketadi. Qisqa qilib aytganda bitta gulxan hosil qilsa bo'ladi. Keyin shunaqa holatlar bo'lganki, selektivlikni to'g'ri tanlamasdan B kategoriyadan oldin, C kategoriyadan oldin B kategoriyani ham qo'yib qo'yishgan joylar bor. Puskovoyga tez uradi. Endi bizda keyin buzilib qolgan, ishlamayapti, avtomat ishlamayapti deb turib, elektrikni ayblashayotgan joylar ham bor. Biz endi bu B kategoriya, C kategoriya haqida xabarimiz bor. Kuzatuvchilarimizga ham shu haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz, nima farqlari bor bularda? Kategoriyalarimizga qarab turib, ularni A, B, C, D ga bo'linadi. Ularni ishlatish joyiga qarab turib, kategoriyalarga bo'linadi. Masalan, uyimizga kirayotgan kabellarimiz, puskovoy toki bor qurilmalarimiz bo'lsa, unga C kategoriyadagi avtomatlarimiz qo'yganimiz ma'qul. Освещение liniyalar, kichik yuklamali qurilmalarimizga B kategoriya qo'yganimiz yaxshiroq. Endi laboratoriyalarimiz bor. Sezuvchanlik ko'proq holat bo'ladi va qimmat apparatlar qimmat. Ozgina qisqarib tashuvga ham kuyib qolishi mumkin. O'sha joylarga A kategoriyamizni qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Zavod, fabrika, og'ir texnikalarimiz uchun D kategoriya qo'yganimiz yaxshiroq. Endi ba'zi joylar bor, masalan, laboratoriyalarimizga C kategoriya qo'yib qo'ysak, nima bo'ladi degan joylar borda. Ko'pchilik savol tug'iladi. Ba'zi narsalar borki, shunaqa sezuvchan, qisqarib tashuv yo yuklamaga, shunaqa sezuvchanki, sal qisqarib tashuv bo'lsa, qurilmalarimiz kuyib ketishi mumkin. Ma'lumot o'rnida inson tanasidan o'tuvchi qarshilik ham даже elektronik bo'lishi mumkin. To'g'ri. Даже o'sha biz ustikonda ishlaydigan vaqtimizda qo'limizga braslet ko'rinishidagi yerlashtirgich bilan ulab turib tarmoq kiradi. Telefonda 100 voltgacha oqadi-yu. Telefon tarmog'ida 100 voltgacha oqadi. Shunaqa. 60 volt. Qo'ng'iroq bo'lgan paytda 100 volt. Endi yana bitta narsa bor. Xo'p, D kategoriyaga qo'yadigan joylarimizga B kategoriya avtomatni qo'yib qo'ysak nima bo'ladi degan. Puskovoyda, ya'ni yoqishimizga avtomat yuklamani og'ir deb turib tashlab yuborishi mumkin. Endi qarang. Hozir endi mavzuga yana chuqurroq aytamiz. Hozir ko'pchiligimiz Yevromontajdamiz, Yevromontaj uslubiga o'tib ketgan. Yevromontaj bizda yo'q, o'zi aslida tegi yo'q. Chunki Yevrostandартlar, Yevrostandart talabaga javob berish Faqat kerak. qulaylik variant qo'llanmoqda. Endi rozetka kulchatirlar 80-90 qo'yilganda Yevromontajdamiz. Mayli. Endi har bir guruh uchun alohida assheniga yoki rozetkaga guruhni tashlayapti. Demak, bizda B kategoriyani qo'yish vaqti kelmadimi ekan? Chunki har bir guruh uchun alohida ism tortilgandan keyin selektivность yo'q o'sha. Liniya alohida toza kelyapti. Yuklama yo'q. Liniya qanaqa qisqa tashuv bo'ladigan bo'lsa, S kategoriyada yaxshiga to'g'ri oqadi. O'sha podborni masalan to'g'ri tanlash, shu bo'yicha hisob-kitob qilishda ommaviy hammani shunga o'tkazish vaqti kelmadimi ekan? O'zi sekin-sekin ko'rayotgan bo'lsangiz, o'tyapti hamma. B kategoriya. B kategoriyaga. Buni B kategoriyaga o'tilyapti-yu, lekin topish qiyin bo'lib qoldi. Yo'q, topish qiyin emas. Mutaxassislar o'zimiz. bitta narsa borda, talab bo'lsa, yetkazib beruvchilar ham o'sha narsaga talab bo'lyapti deb turib ko'paytirishadi. Yo o'zi
talab yo boshqa anaqa emas. Masalan, mutaxassislar agar o'zini ustida ishlasa, internet tarmoqlari rivojlanib ketyapti, mana shu oldinlari edi telefon bo'lmasdi. Ustiga borib shogird tushib 10 yil, 15 yil o'rganadi. Hozir 1 yil, 2 yil ishlab usti bo'lib ketyapti, internetdan qarayapti, sim-simga ulashib o'rganib yuribdi. Men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha virtual tarmoqlar orqali bo'lsa ham ma'lumotlar yetkazilyapti. Instagram tarmoqlarida masalan har xil brendlar bor, misol uchun shu brendlarda savol-javobga aloqaga chiqib turib ma'lumot olsa bo'ladi. Hozir oldin bilsangiz Biko brend ostida ko'p mahsulotlar kiritiladi, undan keyin podelkalar chiqib sal ommadan qisqarish bo'ldi. Hozir yana ommalashdi, masalan mana Chin olib kiryapti, Haiger olib kiryapti, juda ko'p brendlar olib kiryapti. Faqat o'zimiz mutaxassislarga qolganda menimcha o'ylashim. Hozir siz aytdingizki, o'tdingiz. Endi shunaqa uylar bor, hali uzosi yo'q uylar-ku. Uzo qurilmasi qo'yilmagan uylar-ku. Hozirgi kunda ham o'zimizni montajda ham uzo qo'yib beramiz, uy egalari ham bu narsaga qarshilik qilayotgan joylari bor. Yana bitta narsa, uzoni qo'ygandan keyin uni ekspluatatsiya qilish vaqtlari ham bor. Shu haqida ham aytib o'tib ketsangiz. Ko'pchilik uzoni qo'ygandan keyin uni o'zini hamma uzoda yozib qo'ygan, ya'ni oylik test. O'shani men qayda qo'ysam ham klientga aytib ketaman, har bir oydami, 2 oydami bir mana shuni bosib qo'yasiz va qayta yoqasiz deb turib. Ishlamay qolsa, chaqirsangiz, yana bir ekspluatatsiya qilib ko'rib, laboratoriyaga nima qilib, keyin almashtirib beramiz. Agar rostdan ham ishlamayotgan bo'lsa, endi ba'zi hollar bor, o'zidan noto'g'ri nima bo'lib turib, ishlamay qolishi mumkin, lekin uzo ishlayapti. Qarang, mana aka, yana bir savol beraman. Shitimiz ichida ko'pchilik bergan savol, div qo'yishimiz kerakmi, uzo qo'yishimiz kerakmi? Ya'ni ikkalasi deyarli bir xil prinsip, faqat differensialni avtomatda mukammalligi nima? Ortiqcha yuklama va qisqa tashuvga himoyasi bor. Shit o'rnatish jarayonida ikkita modulga yetarli joyimiz bo'ladi. Shu paytda biz divni qo'yishimiz kerak bo'lib qoladimi yoki uzoni shu haqida. Agar joy imkoniyati shuni talab qilsa, ko'p joylarda shu shit qismini yig'ishimizda joy tanqischilik kelib chiqadi. Masalan, montaj boshqa biroq qilib ketgan, lekin sizni uy egasi xohlayapti, menga deyapti, tok urishdan himoya vositasini qo'yib bergin deyapti. Vaholanki u joyda sizga ikkita modul joyini egallaydi. Siz shunga qanaqa yechim qilsangiz bo'ladi? Masalan, hozir differensialni uzo chiqib ketdi yoki uzoni o'zi. Ulug'bek aka, mana hozir uzo haqida ma'lumot berdingiz. Bundan tashqari yana shunga o'xshashroq qanaqa modellardan foydalansangiz bo'ladi? Masalan, uzo tushmaydigan joylar bo'lib qoladi. Eng aholiga uzrga biz bo'lim. Eng aholiga kerakli, mana bugun xonadonda kimdir montaj qilinmoqchi, o'shalarga kerakli deb o'tdik. Narxi qimmat chiqadi baribir. Xo'p, hozirgi kunda differensial avtomatlarimiz uzo va diff bor, ya'ni insonni qisqacha qilib aytganda tok urishidan himoya vositasi. Endi aslida men o'zim tashli diff ishlatmayman. Chunki o'zim montaj qilganman, loyihasini o'zim qilaman. Lekin shunaqa joylarga ham borib qolamiz, ya'ni elektrik qilib ketgan joyini, ishni ham o'rnatib ketgan, kichikroq qilib, bizga faqatgina 2 dona joy qolgan, 2 ta avtomat joyga, 2 polsli joy qolgan. Uzoyimizda o'zini yuklamadan himoyasi yo'q. Boya aytib o'tganingizdek. Shunaqa holat bo'ladiki, majbur biz diff qo'yib qo'yishimizga. Xo'p, diffimiz ham uzo, ham avtomatni birlashgan varianti. Lekin diffda bitta no degan joyi bor. Biz uni gruppa qila olmaymiz, diffni. Sabab gruppa qildik. Diffdan keyin avtomatlarni terdik. Uyimiz to'liq bo'ldi, bitta diff qo'ydik, diffdan keyin avtomat qo'ydik. Ertaga diffimiz tashadi. Biz qayerda, nima sababdan tashaganini bilmay qolishimiz mumkin. Ya'ni tok utechkaga tashadimi, yuklamaga tashadimi keyin yoki qisqa tashuv holatiga. Shu. Agar biz gruppa qilib turib, uzoni qo'ysak va undan keyin avtomatlarni qo'ysak, agar uzoyimiz tashab yuborsa, bizda muammo nimaligi aniq hisoblanadi. Men aytmoqchimki, yakka tartibdagi yuklamaga ko'proq taqsimlash kerak demoqchimsiz. Shunaqa holatda. Ya'ni bitta aristonni o'ziga bo'lsa yoki oshxonamizdagi bitta gaz piltamizmi, mikrovolnovkami unga bo'lsa, diff qo'yganimiz yaxshiroq hisoblanadi. Ya'ni yakka tartibga. Lekin gruppa qilishimiz uchun bizga uzo yaxshiroq hisoblanadi. Ya'ni ertaga uzoyimiz nima o'sha qurilmalar ishlasa, ya'ni utechka bo'lsa, aniqlashimiz, ya'ni aybni topishimiz osonroq hisoblanadi. O'zi Hikmatullo, gapingizni bo'laman.
siz ham endi menga o'xshab dashtni proyektlarda yurasiz. Avvalambor shoshmangda. Savol berish, savol javobni bular Ha. ko'pincha Ha. bizlarga berardi, o'zi bu safar jim o'tirib. Men shu savolni bermoqchiman. Mutaxassisligingiz nima ishlarni qilasiz? Ko'p bizlarda bo'lgan savollarga o'zingiz O'zim mutaxassisligim o'zi matematika. Matematikaga o'qiganman. Oliy ma'lumotli matematikman. Lekin o'zim yaxshi ko'rganim uchun mana shu kasbdaman. Hunar kasb desa ham bo'ladi. Elektrika o'zi ham kasbga kiradi, ham hunarga kiradi. Ota kasb. Yoshligimdan shu otam bilan yurib o'rganganman. Birinchi boshlagan ishim montajdan boshlaganman. Uylari shu montaji, proyektning montajdan boshlaganmiz, pромышленный zonali. Keyingi qilgan ishim aka transformator remontda ishlaganman. Transformatorlar remontda o'sha tuzilishi qanaqa, nimada ishlaydi, yuklamalarni hisob-kitobda. Keyingi ishim bo'lsa, hozirgi kundagi ishim avtomatikada, kip avtomatikada, pромышленный kip avtomatikada ishlayman hozirgi kunda. Qanchadan beri? Pромышленный kip avtomatikaga o'tganimga xudo xolasa 4 yildan o'tdi. 2 oy, 4 yil 2 oy shunaqa bo'lib qoldi. Stajingni kelib o'shanda 2000 endi o'zim o'zim boshlaganimga 2014-yildan boshlaganman. Xudo xolasa. Elektrikaga o'sha qiziqib o'rganganman do'stim. Birinchi xatoingiz nima bo'lgan? Elektrikadami? Birinchi xato. Otamning gapiga quloq solmaganim. Tokki shu otam aytganda izolyatsiyasiz 11da o'shaganim bo'lgan. Şeyda men ushlanlarga ham savol beraman. Elektrika sohasida zo'r usta bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Chunki bu kasb juda ham mukammal kasb. Buni Ya'ni bu sohada hech kim men eng zo'r ustaman deya olmaydi. Gapinglarni bo'laman. O'tgan sonimizda men o'zim aytganman, eslasanglar. Elektrikada mana biz o'zimiz o'tirgan to'rttalarimiz ichimizda 3-5% bilamiz. Mana men zo'rman deydigani ham uzoq 10% biladi. Chunki elektrika juda chuqur, juda kuchli soha. mukammal kasb. Eng zo'r professional deganlari ko'proq tok tushishadi. Men shogirdman deganlari tok tushish ehtimoli kam. Nimaga? Chunki professionalman deb qaragan shu elektrik har xodimi egalari o'ziga ko'p baho berish natijasida ya'ni texnikasi qoidasiga e'tibor qilmay ko'proq riskovat qilib qo'yadi. Shogird nima uchun riskovat qilmaydi? Qo'rqadi, u yangi. O'shaning uchun tok tutish ham kam. Shu gapingizga qo'shimcha qilaman. Insonlar ikkita sababdan tokdan qo'rqishadi. Birinchisi tokni nimaligini bilmaganliklari uchun, ikkinchisi tokni nimaligini bilganliklari uchun qo'rqishadi. Bilganliklari o'sha professionallar keladi. Endi eslasanglar men bir video chiqarganman. Juda ko'p muhokama bo'lgan. Hali ham Videoyimda aytib o'tganman, elektrik nimaga tokka tushish sababi. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, eslasanglar kerak. Unda aytganman, o'ziga ishonib olgan va juda kuchli elektrikman, juda katta tajribaga ega elektriklar ko'proq tokka tushib qoladi deganman. Mana shu joyi ko'p muhokamaga sabab bo'lgan. Bu men o'zimga mana shu gapimga nimaga ishonch bilan aytaman? Ishlayotganimga endi shu 2014 dan davomman, lekin men o'zim aqlimni taniganimdan beri, shu 3-4 yoshimdan beri otam bilan yuraman. Otam mana shu tarmoq elektr setda ishlaydi. Shuncha yildan beri ko'raman-da, yoshi katta insonlar ko'proq tokka tushadi. Qarang, uzr gapingiz bo'laman. Sizni bildi mana obunachilar, ko'rayotgan insonlar. Endi siz mana necha yildan beri shu kasbga mehr qo'ygansiz va shu kasb orqasidan nimalarga erishdingiz? Bu kasb to'g'risi maktab paytidan qiziqish boshlangan, ya'ni o'zi elektronika bo'yicha qiziqish boshlangan. Allohning shu nasib qilgan ekan, shu taqdir taqozosi bilan 2012-yilda o'zimizni Bo'stonliqdagi kollejga energetika fakulteti bo'yicha o'qishga topshirganman. Oyimlar sabab bo'lib, ya'ni oyimlar shu elektrik bo'lish kasbiga o'sha loyiha topib, shu kasb yaxshisangiz, shuni orqasida oilangni ham boqsan, uyingga ham kerak bo'ladi, shu kasbga yo'naltirib bergan. Shu kasb tanladik. Mana 2013-yildan to shu kungacha elektromontaj yo'nalishi bo'yicha ishlab keldik. Undan keyin avtomatika yo'nalishi bo'yicha ular orasida yana o'qishga, malaka oshirishga bordik. Ya shu kungacha ko'pchilikga xizmat ko'rsatamiz. Qarang, sizlarga bergan savolimni sizga beraman. Birinchi xatoingiz elektrikada. Birinchi xatoim
bu sohani tanlagani o'zi. Manimcha ko'pchiligiga berilgan savolga shu javob bersa kerak. Hozir yana savol. Bu sohani gapingizni bo'laman. Nonni ham yeyish qiyin. Ko'pchilik oson edi. Ham zax, ham chang, ham tok, har tomondan xavf ostida, ham zarar ostida ishlashimizga majbur bo'ladi. Ko'pchilik bu narsani menimcha inobatga olmaydi. Shunda savol, mana shu sohani tanlaganingizda eng faxrlanadigan paytingiz qaysi payt bo'ladi? Birinchi marta qo'shnilarimizni liniyasini tortib berganda, chiroq yonganda zavqlanish bo'lgan. Bitta emotsiya bilan boshqa bo'lmaydi. Xuddi shunaqa narsa, ya'ni Yonib turganini ko'rib mazza qilgan. uyni obyektni bitirasiz. Shunday uy yonsa, yorug' bo'lsa, bir faxr chiqadiki, ya'ni insonlarning uyini yoritib. Xuddi bu ko'ngilni yoritishda gap. To'g'ri. Bularga ham berilgan savolni. Sizda Men faxrlanadigan paytimmi? Endi o'zim aytgandek otam bilan yurganman. O'sha bitta vaziyat bo'lgan endi aytib beraman. Otam bilan bitta joyga borganmiz ishga. O'zing qilasan degan ishni. O'sha paytda avtomatika edi. Avtomatikani o'sha ishlatib yurg'izib berganman. O'sha payt otam xursand bo'lgan. Juda xursand bo'lgan. Men u tuyg'uni haligacha his qilmaganman. O'sha otamni xursand bo'lgani menga eng faxrlanadigan vaziyatim bo'lgan. bitta narsa borki, ya'ni elektriklarni qadrlash kerak. Ya'ni elektriklar bo'lmasa, bugungi zamonda Blackout bo'ldi. hech nima yo'q. To'g'ri. Hech nima bo'lmaydi. Yaqin Na kundan tibbiyot keyin- bo'ladi, na iqtisodiyot bo'ladi, xavfsizlik masalasi. Blackout hamma narsani Shunaqa. to'sib qo'ya qoldi. Shunaqa holat. Ma'lumot o'rnida aytib o'tayotganimiz, homiylarimiz EEC brend hisoblanadi. Bizlarga yaqinda homiylik qilmoqchi bo'lgan. Reklama bo'yicha aloqaga chiqmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olsanglar. Hop. Mana davom etaveramiz. Nima boshqa tomonimiz? Xo'p. Joyida tiqib oldik. Joyida tiqib oldi. Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi, Zo'r zo'r, bo'ldi. aka. Sizlarga yana bitta savol. Hammamiz foydalanadigan puyek, ya'ni правильный устройство elektri. Nima sababdan elektrika sohasidagi shunaqa kitoblarni qon bilan yozilgan deydi? Endi bunga men javob bera qolaman. Ancha yildan beri tajribada ko'p joyda ko'ramiz. Har bitta qilingan xatodan kelib chiqib yozilgan bu. Shuning uchun bu elektrikada har bitta qilingan xato yo o'limga olib keladi, yo mudhish voqealarga olib keladi. Nogiron bo'lib qolish, o'lim sabablari juda ko'p. Shuning uchun qon bilan yozilgan deydi. Tajribada ko'rib. Tajribadan kelib chiqib yozilgan kitob. Ya'ni bizdan keyin masalan 10 yil, 15 yildan keyin xuddi shu o'qiyotgan kitobimiz yana o'zgarishi mumkin. Chunki 10 yil, 15 yillik xatolarni to'g'rilab turib kitobga kiritiladi. Lekin bitta narsa borda, bu chiqazilgan TB kitob. TB endi hamma uchun ishlasa kerak, menimcha hamma butun dunyo bo'yicha ishlaydi. Lekin TB kitobini ko'proq Rossiyaning standarti bo'yicha olamiz. Endi o'zimizda ham standart ishlab chiqishgan. Nisbatan endi bizning klimat Rossiyaning klimatiga nisbatan Farqli. Qancha farq bor? Masalan, yoz juda issiq, qishda o'rta me'yorda keladi. Rossiyada naborot juda sovuq. Ko'pchilik kabel hisob-kitobda boya mavzuda tashqariga chiqib ketib qoldik. Kabel tanlashda Rossiyaning standarti bo'yicha oladi. Biz ham shu narsani standart olayotganda 2-3 barobar pastroq olishimiz kerak, shuni hisobga olib. Faqat kabel tanlashda emas, e'tibor beramiz, e'tibor. Faqat kabel tanlashda emas, bizlar iqlimda juda issiq bo'lgan sababdan avtomatlar otib yuborishi, keyin eng katta muammolarga sabab bo'layotgan hozirgi kunda stabilizator. Bilsanglar, stabilizatorlar bor. Noto'g'ri ekspluatatsiya qilish natijasida stabilizator tez-tez o'chib qoladi. Hozir gapinglarni bo'laman. Yana bitta yong'inga sabab bo'ladigan, ya'ni shitimizda yong'inga sabab bo'ladigan narsa bu shitimizni to'g'ri o'rnatmaslik. To'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan, to'g'ridan-to'g'ri qor tushadigan joylarni ham ko'rdik. Shit o'rnatib qo'ygan. Mana shu yil yozda juda ko'pchilik rasmini ham jo'natdi, shitim yonib ketdi deb ham chaqirishdi. Boramiz, shit to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joyga qo'yib qo'yilgan. O'zimizni avtomatni ishlashda o'zini gradusi bor, nominal ishlashda. Ya'ni agar issiqlik ko'tarilib ketsa, avtomatimiz tezroq otib yuboradi. Ya'ni yuklama kelsa agar tezroq tashlab yuboradi. Masalan, 16 amperlik avtomatimiz issiqlik nominal masalan 60 ga ko'tarilib ketsa yo 50 ga ko'tarilib ketsa, quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushadi. U qor qizish tabiiy, nima ko'proq shitlarimiz qora rangda yoki oynali bo'ladi. Qizish yana baland ko'tarilib ketgan hisobiga
masalan 16 amper emas 13 amperdan tashlash ehtimollari bor. O'zi ko'p joyda shit tanlashni o'zida xato qilishadi. O'rnatilish masalasi bu ikkinchi darajali. IP darajasi past bo'lgan shitlarni ham, masalan, modul shitlarni ham ko'chaga o'rnatib qo'yganlarni ko'ramiz. Ko'pchilik chalg'iydigan narsa ichki shitlarni tashqi shit o'rnida ishlatishi va bo'lmasam shu tashqi shitlarni IP'lik xususiyatini pasaytirib olishadi. Ya'ni kabel yetmay qolgan joylarida yoki yetgan taqdirda ham ustki yuzasini, ustki qoplamasini teshib qo'yish holatlarini ko'ramiz. Hattoki uni o'sha saniklar bilan kirgizmani to'g'ridan-to'g'ri teshib olib kirish natijasida uni xususiyati yo'qoladi. Undan tashqari o'sha uyga qo'yilgan modul shitlar deymiz. Ularning IP'lik darajasi IP24. Ma'lumot o'rnida IP tushunchasi bilasizlar. Xalqaro standart shu shitlar har xil qurilmalarga ishlatiladigan bo'lsa, qurilmalarni suvga, changga, namga chidamliligini o'sha isbotlab ko'rsatgan. Ko'proq bu holatda shit tanlayotganda ko'pchilik uni narxidan kelib chiqib tanlaydi. Yo'q, o'zi umuman narxida ham emas. Ko'p elektriklar tushunchasi kam. Mana oddiy влажный joylarga ham внутренний shu modul shitlarni qo'yib qo'yganini ko'p kuzataman. Endi dashniy proyektlarda siz ko'p basseyn sistemasini ko'rasiz. U yoqda shu основной qurilgan joylari podvallarda bo'ladi. Nam Korroziyalanish juda ko'p bo'lgan joylar. Endi shit tanlayotganda любой shitni ustida xarakteristikasi bo'ladi. Ya'ni korobkasida. Germetik shit hammasida xarakteristikasi bo'ladi. Uni necha gradusgacha chidamliligi. Lekin o'sha masalan germetik shitlarni ham qimmatga olib turib, tikini katta qilib kesib qo'yganlarni olmas boshqa. Endi iloji boricha uni qimmat shit olgandan keyin estetichni ishlash kerak. Yana bitta narsa, Instagram tarmog'ida ko'pchilik shitlarni dizaynni chiroyli qilaman deb turib, teshib, avtomatdan chiroyli qilib, nolni pastdan bir joydan olib chiqishyapti. Endi gaz standart PUE talabi bo'yicha kabellarimiz izolyatsiyasi shit ichigacha kirishi kerak. Shunaqa. Lekin ular chiroyga e'tibor berib turib, bu tomondan xavfsizlikka e'tibor berishmayapti. Uy mayli-ku, men endi ko'p kuzatyapman, modul shitlarni ichiga chiroqlarni qo'yib chiqyapti, diodni. Mana o'sha narsani o'zi xato, nimagaki chiroqlarni olib kirish uchun siz yuzani teshasiz. Yuzi teshildi degani ichkariga kislorod kirdi degani. Yong'in paytida to'g'ridan-to'g'ri havoni ichkariga olib kirib berish uchun xizmat qiladi. Bu yong'inni ko'tarsa, o'zi shitlarni qancha vakuum ushisa, bu yong'in sabab bo'lmaydi. Hozir ommalashib ketdi, pajar to'shindan qo'yib tashlayapti. Iloji boricha endi qo'ygan yaxshi, byudjetning agar narx to'g'ri kelsa. Men u narsani qo'yish ham kerak demayman, yo qo'ymaslik kerak ham demayman, lekin iloji boricha o'sha hamma narsani standart bo'yicha tanlab, vaqtida ekspluatatsiya qilsa, avvalambor yong'inga sabab bo'lmaydi. Ko'pchilik o'sha hisob-kitob to'g'ri qilmaydida, o'ziga ishonch bo'lmay turib 5 ta 6 ta lava qo'yib tashganini ko'ramiz. Iloji boricha shitni tashqi qatlamini teshmaslik kerak. Teyish kerak emas. Teshish kerak emas. Devorning ichiga vakuum ishlash kerak. Ertaga yong'in chiqqanda havo kirmasligi kerak. Ya'ni kislorod bo'lmasa agar yong'in chiqmaydi. Endi Ulug'bek shunaqa deysiz-ku, biz endi avtomatikada ishlaymiz. Ko'proq avtomatikada bilsiz, shitni qopqoqlarda o'zi knopkalari bor, buriladigan. Distansiyani ko'proq. Uni teshmasdan yo'q. Yo'q, uni tesh nazarda tutilmayapti. Tesh turib, baribir unda havo aylanadi aka. Yo'q, unda o'zini rezinkalari bor, rezinkasi bor, ushlaydi u. IP'lik darajasi kirib ketadi, ya'ni o'zi holatiga qaytadi. Lekin mana modulni shitlarni ichiga tesh chiroqlarni qo'yayotganini ko'ramiz. Endi chiroq qo'yish u chiroy uchun, hozir chiroy uchun hamma harakat qilyapti-da. Elektrikada birinchi navbatda chiroy emasda, birinchi navbatda xavfsizlik, sifat. Shunaqa holat bo'ldi. To'g'ri markirovkalar, to'g'ri kontaktlarni xotirish u birinchi darajali. Masalan, zo'r chiroyli qilib qo'ydi shitni. Ko'rganlar havas qiladi. Lekin bu tomonda gaz standartlarga javob bermaydigan, xavfsizlik masalasi o'ta past darajada bo'ladigan narsa bo'lsa, u hech kimga kerak emas-da. Menimcha mavzuni shu joyda to'xtatamiz deb bilamiz, chunki vaqtimiz ham o'zi chegaralangan. Keyingi mavzuga yana to'liqroq ma'lumot bilan siz azizlarga qo'shimcha qo'limdan kelgancha ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Ma'lumotlar bo'lsa, pastda izohlarda qoldirsizlar, biz qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Hikmatullo, Kamina va akalarimiz Ulug'bek aka, Umid aka bo'lishdi. Xudo xolisa keyingi sonlarda sizlar bilan yana ko'rishib qolamiz. Xislat akam aytgandek, taklifinglar, murojaatinglar bo'lsa, kommentariyalarda yozasizlar. Savollar bo'lsa ham kommentariyalarda kutib qolamiz. Sizlar bilan keyingi sonlarda ko'rishamiz inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar.